Hech o'ylab ko'rganmisiz? Har safar telefoningiz orqali begona raqam kiritganingizda mumkin bo'lmagan, taqiqlangan joyga qo'ng'iroq qilib qo'yishingiz mumkinligi haqida. Masalan, o'lik odamga. Avtobus eshiklari va nihoyat ochildi va men yelkam bilan odamlarni itarib, ichkariga tiqilib olgan olomondan ko'chaga otilib tushdim. Har qachongidan ham uzun bo'lgan ish kunidan keyin holdan toygan holda oyoqlarimni zo'rg'a sudrab, uy tomonga yo'l oldim. Aytgancha, u unchalik ham yaqin emas edi. Qorong'i, huvillagan hovli, yaqinda yog'gan yomg'irdan keyingi loy va ustunlarda lampochkalar yo'qligi o'ziga xos, qo'shtirnoq ichida aytganda atmosfera yaratardi. O'zingni go'yo qandaydir dahshatli filmda tasavvur qilish mumkin edi. O'sha kecha men shunchalik charchagan edimki, agar qaysidir butalar orasidan qandaydir hayvon tashlanganida ham ehtimol qarshilik ko'rsata olmasdim. Shamol kuchli esardi. Meni yana va yana qadamimni tezlatishga majbur qilardi. Nihoyat ko'z o'ngimda o'zimizning 5 qavatli uy paydo bo'ldi. Bizning hovlimizda yagona yorug'lik manbai kirish yo'lagi tomidagi eski lampochka edi. Ammo u lampochkaga borish uchun ham loy va ko'lmaklar orasidan taxmin bilan yurishga to'g'ri kelardi. Balki omad kelib, etik va shimlarimni bulg'ab olmasman. Umuman olganda, bizning uyda yorug'lik bilan qandaydir la'nati g'alati holatlar bo'lib turardi. Lampochkalar shunchaki yo'qolib qolardi. Qayerga ketishini hatto hech kim tushunmasdi shekilli. Balki narkomanlar burab olar, balki bolalar o'ynardi. Noma'lum. Avval tez-tez almashtirib turishardi. Keyin esa bu foydasiz ishni tashlab qo'yishdi. Baribir kimdir yana burib, o'g'irlab ketishni bilishardi. Shuning uchun pul sarflashdan nima foyda? Siz allaqachon tushungandirsiz. Zinadan ham qorong'uda ko'tarildim. Yaxshiyam telefonim fonari bor edi. Fonar yorug'ida teri bilan qoplangan eshik va doim kalit tiqilib qoladigan qulf ko'rindi. Men o'z uyimga kirdim. Eshikni yopdim va ryukzakni yerga tashladim. Nihoyat bu kun tugagandi. Va hali ertalabdan beri yig'ilmagan karavatimga yiqildim. O'sha paytda men xohlagan yagona narsalar issiq choy ichish, dush qabul qilish, serial qo'yish va uxlab qolish edi. Chunki ertaga yana hammasi boshidan boshlanishini bilardim. Aslida Kal markazida kun bo'yi telefonda o'tirib, turli odamlar bilan gaplashish dunyodagi eng yaxshi ish emas. Ba'zan juda g'alati, hatto butunlay esini yo'qotgan odamlar ham uchrab qoladi. Umuman olganda, biz ishlaydigan kompaniya odamlarni kun bo'yi bezovta qilib, ularga keraksiz narsalarni sotishga urinadi. Aniqrog'i buni biz, operatorlar qilamiz. Hammasi oddiy. Bizga telefon raqamlari ro'yxatini berishadi va biz qo'ng'iroq qilamiz. Kimdir tasodifan telefonni ko'tarsa, darrov unga qandaydir eng zo'r ozish vositasi yoki boshqa mahsulot haqida gapira boshlaymiz. Ayniqsa go'yoki aynan unga chegirma berilganini aytib, lekin gap bunda emas. O'sha kuni ro'yxatimizda juda bir g'alati raqam chiqdi. To'g'riroq raqam emas, uning egasi. Bu ish kunining boshida bo'lgandi. Qo'ng'iroq qildim. Uzoq muddat gudoq chalindi. Nihoyat telefonni qo'ymoqchi bo'lganimda kimdir javob berdi. Men quloqchin bilan o'tirganim uchun hammasini juda aniq eshitardim. Assalomu alaykum, dedim men va javob kutmasdan mahsulot haqida gapirishni boshladim. Shunda quloqchinimda qandaydir xirillagan nafas olish ovozi eshitildi. Go'yo odam qattiq yo'talib, narval nafas ololmayotgandek. Otam bir paytlar ko'p chekar edi. O'sha paytdagi ovozga juda o'xshardi. Men bilan hech kim telefon ortidan salomlashmadi. Gapirishni to'xtatganimdan keyin esa sukut cho'kdi. Sizning ismingiz nima? Dedim men. Ammo sukut davom etdi. Kimdir nafas olayotgani aniq eshitilib turardi. Allo, dedim men yana. Shunda qandaydir g'ichirlagan ovoz eshitildi va birdaniga nafas tovushi yo'qolib, qisqa gudoklar boshlandi. G'alati, deb o'yladim men.
Yana qo'ng'iroq qildim, lekin bu safar hech kim javob bermadi. Ko'p o'ylab o'tirmay, keyingi raqamni terdim. Eng qizig'i o'sha g'alati xirillagan nafasni o'sha kuni yana bir necha marta eshitdim. Garchi mutlaqo boshqa odamlarga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsam ham, lekin yana o'sha ovoz eshitilardi. Rostini aytsam, bu ishda deyarli 1 yildan beri ishlayman. Shu vaqt ichida nimalarni eshitmadim, nimalarni ko'rmadim deysiz. Sog'lig'idan shikoyat qiladigan pensionerlardan tortib, qo'pol haqoratlargacha eshitdim. Shuning uchun telefondagi g'alati sukut meni unchalik hayratlantirmadi. Kun oxiriga kelib esa buni butunlay unutib ham yubordim. Uyga borib issiq choy ham ichmadim. Uyqu bosdi. Boshimni yostiqqa qo'yishim bilan ko'zlarim darrov yumildi. Odatda uxlashdan oldin telefonni ovozsiz rejimga qo'yaman. Lekin o'sha kecha nimadir noto'g'ri bo'ldi. Nafaqat ovozni o'chirmabman, balki telefonni yostiq ostiga qo'yishni ham unutibman. Yarim tunda butun uyni boshiga ko'tarib jiringlab ketgan qo'ng'iroq meni uyg'otib yubordi. Telefonni esa bir necha daqiqadan keyin zo'rg'a topdim. Oyoq tomonimda ekan. Qo'ng'iroq allaqachon tugagan, lekin ekran yorug'i ko'zimga urilib turardi. Bitta o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq, raqam noma'lum. Kim uxlamay shu payt qo'ng'iroq qilyapti ekan? Tentaklar deb o'ldiradim o'zimga o'zim. Uyqu oralash telefonni ovozsiz rejimga qo'yib, tummushk ustiga qo'ydim va yana o'girilib ko'zimni yumdim. Oradan ko'p o'tmay yana vibratsiya meni iliq ko'rpa ichidan tortib chiqardi. Ko'zimni ishqalab telefonga qo'l uzatdim. 4 ta o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq. Hammasi o'sha noma'lum raqamdan. Qo'y xudoyim, soat 3 bo'libdi-ku. Kim hozir qo'ng'iroq qilishi mumkin, deb o'ylardim men. Kimligini aniqlashga ham, ayniqsa qayta qo'ng'iroq qilib janjal qilishga ham hech qanday xohishim yo'q edi. Shunchaki telefonni o'chirib qo'ydim va xotirjam uxlab qoldim. Xayriyat, ertalabgacha hech kim bezovta qilmadi. Yaxshiyamki ish jadvalimga ko'nikib qolganman. Deyarli 1 yildan beri budilniksiz uyg'onaman. Ertasi kuni ham istisno bo'lmadi. Uyg'ondim, nonushta qildim, tayyorlandim va ishga ketdim. Ishda nima qilishimni oldin ham aytganman. Qo'ng'iroqlar, yana qo'ng'iroqlar, kichik tanaffus va yana qo'ng'iroqlar. Hech qanday yangilik yo'q. Lekin kechga yaqin nimadir noto'g'ri ekanligini sezdim. Bu o'sha tungi qo'ng'iroqlar bilan bog'liq edi. Uyga odatdagidek kechki 9lar atrofida qaytdim. Bugun esa bemalol tonggacha uxlamasam ham bo'lardi. Chunki ertasi kuni nihoyat dam olish kunlari boshlanardi. Kompyuter oldida o'tirib, kechamni ancha yoqimli o'tkazayotgandim. Ko'p o'tmay hammasi buzildi. Yana telefon jiringladi. Bu safar men uxlamayotgandim va darhol telefonni ko'tardim. Yana noma'lum raqam. Kim bu yana deb o'yladim va kechagi voqeani esladim. Darhol rad qildim. Umuman olganda men noma'lum raqamlarga javob berishni yoqtirmayman. Bir marta shunday qilib javob berganimda, ertasi kuni kartamdan butun maoshim g'oyib bo'lgan. Rahmat, yana kerak emas bunday holat. Odatda bundaylar kechasi qo'ng'iroq qiladi. Odam uyqu aralash bo'ladi, firibgarlar esa shu paytda ishlaydi. Yangi uyg'ongan odam nima deyayotganini ham anglamaydi. Shuning uchun qo'ng'iroqni rad etdim va yana monitor qarshisida choy ichishda davom etdim. Taxminan 10 daqiqadan keyin yana qo'ng'iroq bo'ldi. O'sha raqam. Yana rad etdim. Birozdan so'ng xabar keldi. Trubkani ko'tar. G'alati. Kim bu o'zi? Nima kerak? Balki tanishlarimdan kimdir muammoga uchragandir. Hayotda har xil narsa bo'ladi. Balki telefoni o'chib qolgan, kimdandir vaqtincha telefon olib qo'ng'iroq qilayotgandir, deb o'ylab qoldim men. Lekin 2 kecha ketma-ket bezovta qilish agar jiddiy narsa bo'lganda ham allaqachon hal bo'lgan bo'lardi. Taxminan 1 soatdan keyin kresloda mudrab o'tirganimda yana qo'ng'iroq bo'ldi. Yana noma'lum raqam. Bu safar ko'tardim. "Allo" dedim jahl bilan. "Nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Boshqa ishingiz yo'qmi?" Asabim buzilayotgandi. Ichimdagi hamma gapni aytib tashladim va telefonni qo'ydim. Soat tungi 1ga yaqinlashib qolgandi. Juda kech. Biroz o'tirdim va dush qabul qildim. Uxlashim kerak edi. Menda bir odat bor. Telefonni qo'ldan tushirmayman.
Hatto dushga kirsam ham o'zim bilan olib kiraman. Aslida u yerda umuman kerak emas, lekin baribir olib kiraman. O'sha kechasi ham shunday qildim. Xonadan chiqishim bilan qo'limda vibratsiyani his qildim. Qaradim. Yana o'sha noma'lum raqam qo'ng'iroq qilayotgandi. Ko'p o'ylab o'tirmasdan uni qora ro'yxatga qo'shdim. Shundan keyin bemalol dush qabul qildim. O'zimni tartibga keltirdim va uxlashga yotdim. Xayriyat, o'sha kecha hech kim bezovta qilmadi. Yaxshi uxladim, lekin ertalab kompyuterni yoqqanimda pochta qutimga bir o'qilmagan xat paydo bo'lgandi. Yuboruvchining nikneymi tartibsiz harflar va raqamlardan iborat. Xuddi kimdir klaviaturani tasodifan bosib chiqqandek. Bu spam ham, reklama ham emasdi. Aniq bir odamdan kelgan xat. Unda faqat bitta gap yozilgandi. Endi men bilan gaplashishni xohlamaysanmi? Shunda tushundim. Tunda qo'ng'iroq qilayotgan odam bilan xat yozgan odam bir kishi. U qayerdandir mening raqamimni olgan. Raqamimni topish qiyin emas edi. Lekin elektron pochtamni-chi? U mendan nima xohlaydi o'zi? Shu savolni men ham unga javob xatida yozdim. Shu bilan yozishim tugadi. Ammo qo'ng'iroqlar haqida bunday deya olmayman. Ular yanada ko'paydi va yana bezovta qiladigan bo'lib bordi. Bir necha marta ko'tardim va bundan javob berishini so'radim. Men unga nimalarni aytmadim, qanday haqoratlar bilan so'kmadim. Hammasi bekor. Qo'ng'iroqlar davom etardi. Ammo sabrim kosasini to'ldirgan voqea quyidagicha bo'ldi. Bir kun uxlashdan oldin shunchaki telefonni o'chirib qo'ydim va yana bir bor yarim tunda baland vibratsiyadan uyg'onib ketganimda qanchalik hayratga tushganimni tasavvur qiling. Avvaliga yarim uyquda hech narsani tushunmadim. Keyin birdan boshimga urilgandek bo'ldi. Axir men uxlashdan oldin telefonni o'chirgan edim. Men uni o'chirgan edim. Unda hozir bo'layotgan narsa qanday sodir bo'lyapti? O'sha kecha birinchi marta rostdan ham qo'rqib ketdim. O'zi yoqilib ketdim. Axir bu mumkin emas-ku. Men darhol telefonga yopishdim. Qo'limga telefonni oldim. Nima kerak senga tentak? Sen nega bu yerga qo'ng'iroq qilyapsan? Javob uzoq kuttirmadi. Bu safar narigi tomonda o'lik sukunat o'rniga tushunarsiz, g'alati nutq eshitildi. Kimdir juda tez nimanidir pichirlab gapirardi. Keyin chillash, archillash va boshqa g'alati tovushlar eshitildi. Men bir og'iz ham gapirmadim. Faqat titrayotgan qo'limda telefonni ushlab, bu telbalikni eshitib turardim. Birdan hammasi tugal. Telefon uzildi. Yana biroz vaqtda telefonni qulog'imga tutib turdim. Hozir nima bo'lganini tushunishga harakat qilardim. Lekin bunga aniq izoh topa olmadim. Borgan sari ahvolim yomonlashib borardi. Bir necha kundan keyin hayotim haqiqiy dahshatga aylandi. Bir muddat qo'ng'iroqlar to'xtadi. Aynan ishga chiqqan paytim edi. Aniq ayta olmayman. 3-4 kun davomida hech kim meni bezovta qilmadi. Men ham asta-sekin bu dahshatni unutayotgan edim. Lekin bir necha kun oldin u yana o'zini eslatdi. Bu safar telefon emas, domofonga qo'ng'iroq qila boshladi. Domofon trubkasini ko'targanimda yana o'sha tanish xirillagan nafasni eshitdim. Qo'rqib ketib trubkani qo'ydim va xonaga yugurdim. Mening oynalarim aynan hovliga qaragan edi. Kirish joyi yonidagi qorong'ulikka qarab nimanidir ko'rishga harakat qilardim. Lekin u yerda lampochka yo'q edi. Qo'shni podyezd yorug'i ham menga yetib kelmasdi. Birdan domofon yana jiringladi. Bu safar trubkani ko'tarmadim. Hatto uni o'chirib qo'ydim. Balki militsiyani chaqirish kerakdir deb o'yladim. Lekin keyin nima bo'ladi? Ular keladi, men ularga nima deyman? Kimdir menga domofondan qo'ng'iroq qildi deymanmi? Bu axir sabab emas. Agar men oxirgi kunlarda men bilan nima bo'layotganini aytsam, ular meni telba deb o'ylab olib ketishadi. O'zim bilan o'zim gaplashib, yana oynaga bordim. Pastda kimdir turibdimi deb qaradim, lekin hech kimni ko'rmadim. U qayerga ketdi? Yer yutdimi? Nima? Men deraza yonida 40 daqiqa turdim, lekin hech qanday harakatni ko'rmadim. Qayerga ketdi ekan u? Qanday menga qo'ng'iroq qildi? Keyingi kunlarda esa umuman aqlga sig'maydigan voqealar boshlandi. Ishdan qaytayotganimda kechqurun uyimiz yaqinida bir siluetni ko'rdim.
Uzoqdan qaraganda yo'lakda bir kampir turgandek edi. Bukchayib olgan, ustida eski yirtiq kiyimlar. Men bundaylarni har kuni hovlimizda ko'raman. Tinchgina ketayotgandim, hech kimga tegmay, quloqchinda musiqa eshitib. Uning yonidan o'tayotganimda u birdan qo'limni ushlab oldi. "Siz kimsiz? Nima qilyapsiz?" deb baqirdim. Va o'sha zahoti o'zim bergan savolga o'zim javobni topgandek edim. Bu o'sha meni bir haftadan beri bezovta qilayotgan kampir. Uning qo'lim muzdek edi. Qutulishga harakat qildim. Lekin qo'lim go'yo qisqichda qolgandek turardi. U nimanidir pichirlab gapira boshladi. "Qo'yib yubor meni, tentak", dedim baqirib. "Sen nima qilyapsan o'zi?" U esa javob bermasdi. Qo'limni qo'yib yubormasdi. Yuzimga shunday badbo'y hid urildiki, ko'nglim aynib ketdi. Men unga qaradim va kampir tanasida qurtlar sudirilayotganini ko'rdim. Yanoqlarida mayda teshiklar bor edi. Ular o'sa teshiklarga kirib boshqa joydan chiqardi. Hovli qop-qorong'u, lekin u oqarib ketgan tanasi bilan qorong'ulikda ajralib turardi. Vaqt kech bo'lib qolgandi, odamlar yo'q. Hatto uylarda ham chiroqlar yonmayotgandi. Baqirishning ham foydasi yo'q edi. Men bo'sh qolgan qo'lim bilan zarba berishga harakat qildim. Uning yuziga urdim. U darhol qo'limni qo'yib yubordi. Men esa qochib podyezdga qarab yurdim. Yiqilib ketmaslik uchun telefonim fonarini yoqdim. Aynan shu fonar tufayli bir necha soniya oldin meni ushlab turgan narsa oddiy narsa emas, aksincha qandaydir dahshatli va tirik emas mavjudot ekanligini tushundim. Negadir ortimga qaragim keldi. Boshimni burdim va fonarni uning ustiga yo'naltirdim. Men deyarli podyezdga yetganimda u hanuz o'sha joyda turardi va menga qorong'u nigoh bilan qarardi. Yuragim tez ura boshladi, qo'llarim titrardi. Cho'ntagimdan kalitni topishga harakat qilardim. U hanuz bir joyda turib menga tikirardi. Nihoyat podyezdga kirib oldim. Eshikni yopdim, uyga kirib derazaga tikildim. U hali ham o'sha yerda turardi. Lekin bir necha daqiqadan keyin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men bilan o'zi nimalar bo'lyapti deb o'ylardim. Divanga o'tirdim. Tanam qiz bolaniki kabi titrardi. Dorilar qutisidan tinchlantiruvchi dori qidirib topdim va uni ichdim. Tez orada uyqu bosdi va uxlab qolibman. Lekin kirish eshigiga bo'lgan qo'ng'iroq meni darhol o'zimga keltirdi. Kim bo'ldi bu? Qanday qilib u podyezdga kirdi deb o'ylardim. Balki men ko'rgan kampir oddiy kampir bo'lgandir va men urganim uchun militsiya qo'ng'iroq qilgan va ular kelishgandir deb o'yladim. Men divandan sakrab turdim va yo'lakka qarab yurib bordim. Eshik ko'zchasidan tashqariga qaradim. Politsiyachilar ko'rinmasdi. Agar ular bo'lganda ham allaqachon "Politsiya oching" deb baqirishardi. Balki ular bo'lsa ham yaxshiroq bo'lardi. Hatto meni uchastkaga olib ketishsa ham mayli edi. Tonggacha hech bo'lmasa xavfsiz bo'lardim. Zinapoya maydonchasida men o'sha kampirni ko'rdim. Men uni hatto mutlaq qorong'uda ham taniy olardim. Chunki eshigim unchalik yaxshi emas va u nimanidir pichirlab gapirayotganini eshitib turardim. Yana qandaydir narsaning yerga to'kilayotgan tovushi ham eshitilardi. U eshik qo'ng'irog'ini bosishda davom etardi. Men esa sekin orqaga chekina boshladim va yotoqxona tomonga yugurdim. U yerda tonggacha o'tirdim. Faqat tashqarida kun yorisha boshlagandagina qo'ng'iroqlar to'xtadi. Podyezddan uzoqlashib borayotgan qadam tovushlarini eshitardim. Butun kun davomida komadagi odamdek edim. Hech nima ichkim kelmasdi. Yegim ham kelmasdi. Ishdan ruxsat oldim. Boshliqqa yolg'on gapirib isitmam chiqdi dedim. Aslida uyga kech qaytish menga qimmatga tushardi. Chunki har kecha uni hovlida ko'ra boshladim. Har kecha u eshigim oldida turardi. Do'konga chiqmoqchi bo'ldim. Eshikni ochsam, kirish eshigi oldida gilamchada yerga to'kilgan kichik uyum qandaydir qurigan o't bo'laklari bor edi. Demak, kecha yerga to'kilayotgan narsa shu bo'lgan. U qayerdan kelganini tushunish qiyin emas edi. Men hammasini supurib tashlab axlatga tashladim. Kechqurun esa u yana keldi. Yana eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Nimanidir pichirlab gapirardi. Hatto eshikni taqqallatishga ham harakat qildi. Lekin mening eshigim teri bilan qoplangan bo'lgani uchun qattiq taqqallatib bo'lmasdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'ydim. Nega buni oldinroq qilmaganman deb so'ramang, bilmayman. Men dahshatdan yarim o'lik holatga kelib qolgandim. Bunday paytda miya ham yaxshi ishlamaydi.
U har kecha kelardi. Men endi nima qilishni bilmay qolgandim. Kecha internetdan g'ayritabiiy hodisalar bilan shug'ullanadigan bir odamni topdim. Xohlasangiz ekstrasens deb atang. Men hech qachon bunday narsalarga ishonmaganman. Ularni firibgar deb o'ylardim. Lekin boshqa murojaat qiladigan odamim yo'q edi. Chunki men haqiqatdan tushuntirib bo'lmaydigan dahshatli narsa sodir bo'layotgandi. Ekstrasens ayol oldimga keldi. Ha, u biroz g'alati kiyingan edi. O'zini ham g'alati tutardi. Men unga boshidan oxirigacha hammasini aytib berdim. "Siz qayerda ishlaysiz?" deb so'radi u. "Men bir kol markazida ishlayman. Hozir majburiy ta'til oldim, chunki kechqurun uyga qaytish juda xavfli. Men har kecha uni ko'raman. U hovlida turadi va keyin eshigim oldiga keladi." "Kol markaz dedingizmi?" dedi ayol. "Ha, biz odamlarga qo'ng'iroq qilib turli narsalarni sotamiz" dedim. Ayol o'ylanib keyin so'radi. "Siz qo'ng'iroq qiladigan raqamlar qayerdan olishni bilasizmi?" "Boshliqlar beradi, ehtimol ba'zi sotib olishadi" dedim men. "Balki sizda g'alati qo'ng'iroqlar ham bo'lgandir. Eslaysizmi?" dedi u. Men darhol o'sha birinchi raqamni esladim va u haqida ayolga aytib berdim. Bir marta shunday bo'lgan. Telefon qilganimda faqat xirillagan nafas va g'alati tovushlar eshitilgandi. "Ekstrasens" dedi. Ba'zi odamlar yaqinlarini ko'mishda ularning yoniga telefon va ishlaydigan sim kartalarini qo'yishadi. Ular o'lgan odam qaytib qo'ng'iroq qiladi deb umid qilishadi. Ehtimol siz ish vaqtida o'sha o'lik odamning raqamiga qo'ng'iroq qilgandirsiz. Shuning uchun u sizga qo'ng'iroq qilmoqda va siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan. Lekin men unga boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilgan edim, dedim men. Ayol javob berdi. "Bu muhim emas. U sizning ovozingizni eshitgan. Shuning o'zi yetarli. U sizni topa oladi. Bu eshik oldiga sepilgan yer esa qabristondan olingan tuproq." Men hayratda qoldim. Ayol boshini qimirlatdi. Men yana ko'p savollar bera boshladim va suhbatimiz kechgacha davom etdi. U menga nima bo'layotganini tushuntirardi. Keyin qandaydir marosim o'tkazdi. Eshik yonida nimalarnidir o'qidi, duo yoki sehr qildimi bilmadim. U menga ishni tashlashni maslahat berdi va ketayotib dedi. "Siz ko'rgan kampir oddiy o'likka o'xshamaydi. Unga qandaydir yovuz kuch bog'langan. Qo'ng'iroqlar va xabarlar, xatlar seni qo'rqitish uchun. Chunki bunday kuchlar odamlarning qo'rquvidan oziqlanadi." O'sha kecha men nihoyat tinch uxladim va boshqa hech qanday qo'ng'iroq ham, xabar ham olmadim. O'z fikringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sizning hayotingizda ham shunday g'alati, qo'rqinchli voqealar bo'lib o'tganmi?